Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarda tergov, surishtiruv ishlarini to'g'ri amalga oshirish huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlaridan katta mas'uliyat talab etadi. Bu borada ularning tajribasini mustahkamlash maqsadida Namangan viloyati harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan joylarda amaliy o'quv seminarlari o'tkazib borilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangi Namangan tumanida joylashgan chaqiriluvchilarni harbiy texnik mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash markazida bo'lib o'tgan tadbirda viloyatimizdagi huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari ishtirok etdilar. Dastlab ekspert kriminalistika bo'limiga biriktirilgan laboratoriya jamlanmasi imkoniyatlari, undagi maxsus vositalardan surishtiruv vaqtida foydalanish, jihozlarning vazifalari bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng jinoyatlarni fosh etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatlar, ya'ni kriminalistika metodlaridan foydalanish, voqea joyini ko'zdan kechirish hamda ashyoviy dalillarni olib qo'yish va qayd etish tartibi kabi mavzular yuzasidan Respublika sud ekspertiza markazi Namangan viloyati bo'limi mas'ullari tomonidan tushunchalar berildi. Bu borada raqamli texnologiyalar va ilmiy texnik vositalardan samarali foydalanish hamda ekspert tadqiqot ishlarini olib borishda eng ilg'or tajribalarga tayangan holda ish yuritish zarurligi yaxshi samara berishi ta'kidlandi. Bugungi harbiy prokuratura bilan hamkorlikda o'tkazgan seminar mashg'ulotimizda bevosita sud avtotexnika ekspertizasining imkoniyatlari, unda yechiladigan savollar hamda uning vazifasi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Nafaqat bizning ekspertiza, avtotexnika ekspertizasi, balki muassasamiz tomonidan o'tkaziladigan barcha ekspertiza tadqiqotlari bo'yicha to'liq ma'lumotlar berib o'tildi. O'ylaymanki, bunday turdagi seminar mashg'ulotlari kelgusida bardavom bo'lsa, o'zlarini qiziqtirgan bilimlarini mustahkamlashadi. Seminarda kriminalistika sohasining asosiy vazifalari, ballistik va boshqa tahlillarga e'tibor qaratiladigan jihatlar aniq misollar orqali ochib berildi. Bu borada ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob olib, ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Mana bugun harbiy prokuratura va Xadicha Sulaymonova nomidagi sud tibbiy ekspertiza markazining Namangan viloyati bo'limi xodimlari bilan birgalikda huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari bilan amaliy seminar o'tkazildi. Nazariy jihatdan ko'plab bilimlarga ega bo'ldik. Misol uchun ekspertlarga kerak bo'ladigan har qanday narsalarni ekspert jamoadonlarini ko'rib amalda o'rgandik. Seminar davomida esa ko'proq o'zimizda tergovga qadar tekshiruv va boshqa sohadagi savollarga javobimizni oldik. Bu bizni xizmatimiz davomida ancha o'zgartirdi. Ta'kidlash joiz, kriminalistika ichki ishlar organlarining asosiy sohaviy xizmati hisoblanadi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi esa soha xodimlarining ilmiy salohiyatini oshirib, tajribasini mustahkamlashga xizmat qiladi.